Yaponiyaning Karich brendidan yana bir ajoyib mahsulotimiz qo'l uchun namlantiruvchi krem. Mana hozir bahor oyi bo'lganligi sababli qo'limiz har qanday qiyin, og'ir vazifalarni bajaramiz. Bajargandan keyin qo'llarni yuvib tozalashimiz kerak. Tozalagandan keyin suyukli, go'zal va nafis bahor faslimizda mana shamollar bo'lyapti. Hozir qo'limiz qurib ketadi. Qurib ketganidan keyin nima bo'ladi? Teri yorilib, qarishni boshlaydi. Ushbu aloe vera aralashtirilgan kremimizda esa tarkibida avokado yong'og'ining moyi bo'lib, ya'ni uni masla shi deydi, shi yog'i deb. Bu shi yog'ini ayollar xazinasi deb ham ataymiz. Ushbu qo'l kremini bir marta surtsangiz, qo'lingizdagi har qanday o'sha yorilish bormi, qurish bormi, shunaqangi ajoyib qilib yoyib, terini mayin qilib beradi, ya'ni namlantiradi. Aynan hozirgi bahor oylarimizda juda ham yaxshi foyda beradigan kremimiz bo'lib hisoblanadi. Narxi ham juda ham hamyonbop, qimmat emas. Ozginasi ham bittada teringizni chiroyli namlantirib beradi. Xushbo'y hidi esa kayfiyatingizni ko'tarib beradi. Mana shunaqa ajoyib namlantiruvchi qo'l kremimiz.